3, 2, 1. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, charchamay sog'-salomat yursizlarmi? Xo'p, sizlar ozgina kayfiyatlarini ko'tarish uchun Instagramda ko'rdim, shu ishni mana qilib ko'rgim keldi. To'g'risi kallamga birdaniga kelib qoldi. Bilasizlar, Temu yopildi, o'rniga Temu Shop ochildi. Temu Shopni o'zimiz ochdik, ya'ni o'sha Temuda ko'p keladigan kuryerlar bilan gaplashib, o'sha do'kon bilan gaplashib Temu Shop ochdik. Temu Shop ham xuddi shunaqa, kargo yo'q, ichidagi tovarlar tayyor keladi, xohlagan tovaringizni topsangiz bo'ladi. Xo'p, gap unda emas. Xo'p, men bu yoqda aytyapman, mana bilasan, Temu Shop yopildi. Temu yopildi. Endi o'rniga biz Temu Shop ochdik. Shuni YouTube uchun zo'r qilib preview tayyorlab berdim. Gap yozib, yangilik Temu Shop ochilganligi yaxshi bo'lib, xullas YouTube'da hozir e'lon qilamiz deb turib, menga preview ssenariylarini, boshlanish qismini, to'satdan nima bo'lishlari, alternativ hamma yog'ini yozib berdi-da. Agar xohlasangiz ssenariy asosida sizga video tayyorlab beraman dedi. Shu gapini ushlab oldim. Ha, yasab berdim. Zo'r unda dedi. Logotipga nom, xullas menga logotiplar tashlab berdim. Mana zo'r bo'ldi. Xullas mahsulot rasmlari, videolar, ijtimoiy tarmoqda, voice format hamma yog'i gaplashildi. Zo'r unda men o'zim boshlayman dedim. O'zing qilaver, zo'r qilib dedim. Keyin mana bu yerda men hozir montajni boshlayman, taxminan 1 soat ichida video preview yuklab beraman. Tayyor bo'lishi bilan shu yerga joylayman. Tayyor bo'lishini kutib turing. Sizga yoqadigan bombalar bo'lib keladi dedi. Aniqmi? Senga ishonaveraymi? Gapingda turasanmi? Menga 1 oylik to'lovini bepul qilib berasan bo'lmasa dedim. Desam gap yo'q so'z, gap so'z yo'q. Aniq, ishonch uchun rahmat. Bu video 100% kreativ bo'ladi dedi. Men hozir montajga kirishdim dedi. Yana aytyapman. Unda ishonch bo'lishi uchun menga kupon yasab ber, keyin senga ishonaman dedim. Gap yo'q, mana sizga ishonchli sifatida kupon dedi. Menga mana o'zi kupon qilib berdi. Xudo o'zi aytdi, agar xohlasangiz bu kuponni rasm ko'rishda ham tayyorlab beraman dedi. Ha, tayyorlab dedim mana. Ishonch kafolati kuponi. Mana shunaqa qilib tayyorlab berdi. Xullas, mabodo video yasa olmasa, menga ChatGPT 1 oy tekinga xizmat qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.